Bu videoda chopilgan PUBG akkaunt qanday qilib qaytarishni birgalikda o'rganamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bugun mashhurlar sizdan uxlab ketgan akkauntni qanday qaytarishni birgalikda o'rganamiz. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek men Manvel PUBG. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Sizga ancha foydasi tegadi degan umiddaman. Undan oldin mana shu videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sababi bizni 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Bu esa juda yomon natija chiqaradi. O'shaning uchun ham hoziroq obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, bundan keyingi foydali videolarimizni o'tkazib olmaysizlar. Birinchi navbatda PUBG Mobile'da asosiy kirish bo'limiga o'tib olamiz. Kirganimizdan so'ng o'ng tomon tepadagi yordam bo'limiga kiramiz. Kirganimizdan so'ng shunday oyna chiqadi. Bu yerdan email login issue ustiga bosamiz. Bu yerdan esa ikkinchi bo'limni tanlaymiz va pastdagi account recovery ustiga bosamiz. Bu yerdan esa murojaat yuborishni bosamiz. Va shunday oyna chiqadi. Bu yerda o'sha chopilgan akkauntimiz ID raqami yoki nickname'ini kiritamiz. Va shunday savollar bo'limi chiqadi. Bu savollarga to'g'ri javob berish orqali PUBG Mobile'ga siz akkaunt sizniki ekanligini tasdiqlab berishingiz kerak bo'ladi. Savollarga qanday javob berishni to'liq videosini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Savollarga biz ko'rsatgandek to'g'ri javob bersangiz, sizga ro'parasi bir hafta ichida javob keladi. Agar qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, Telegramda adminga murojaat qilsanglar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Bu video bilan men prosta o'zim bilgan narsani sizlar bilan ulashay dedim xolos. Kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlashda davom etsanglar, bundan foydali videolar hali hammasi oldinda jigarlar.